Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilarimiz. Mashinada jicha noyobroq o'rnashgan holatda turibman. Xo'sh. Noyobroq odam bor deb. Bu tomonda hozir bitta nasatkamizni yechib olib qo'ydik, sababi mashinaga yuklashga ozgina gabarit olib qolar ekan, shuni hisobiga. Nasatkasi 6 talik stanok, qiymati xuddi shu stanokda olaman desalang, qiymati, narxi xo'sh 18 million so'mga to'g'ri keladi. 15 lik turba bukaydigan, 20 lik asosiy ratan stol usullariga mo'ljallangan. Va qoliplarni birma-bir solyapti. Ichiga uje bitta Deko komfort stulimizni karkasini oldi. Deko komfortimiz bilan Deko stulimizni karkaslarini oldi bittadan. Xo'sh. Mashinadan tushyapman men, meni ham e'tiborga olasizlar. Xo'sh, 41 nasatkamiz hozir mashinaga yuklashga qiyin bo'lib qolganligi uchun olib qo'ydik. Shuni qaytarib joyiga joylashtiryapti. Xo'sh, xon taxtani oyog'ini bukadigan doskachamiz. Xo'sh, Milano stulimiz, Chanel stulimizni karkasi va Isabella stulimiz. Isabella qolipi bilan birga. Dogovorda shunaqa holat bo'lgan. Dogovor bo'yicha mana shunaqangi holatda yig'ib chiqaryapmiz. Xo'sh. Asosan endi qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'taman. Bu stanogimizni o'zi aslida obzorida detallarni, bukish jarayonlarini ham ko'rsatmoqchi edik. Ozgina vaqt fursatimiz yetmay qoldi. To'g'risi gap, shundan xafa bo'lmaysizlar. Xo'sh, Chanel stulimiz Dekoning katta variantini chiqarishga, Rim fasonini chiqarishga, Rim fasonini ham hozir rasmini qo'yib o'tishga harakat qilaman ekran betiga. Isabella stulimiz endi bu bizda o'zimizda oldingi safargi stanoklarimizda yasab qoldirilgan. Xullas, burlasiga olib ko'rsatay shuni ham. Qanaqangi holatdagiligini to'liqroq ma'lumot bo'lish uchun. Isabella stulimiz o'sha oldingi nimadan qolgan. Xo'sh, Deko stulimiz mana bu yerda. Deko stulimiz ham o'sha shu stanokda chiqarib bitirilgan desak ham to'g'ri kelaveradi. Shunaqa stanokda ishlangan xullas. Xo'sh, mana shu Deko fasonimiz. Xo'sh, undan tashqari Milano stulimiz naryoqda turibdi ekan, hozir yoniga boraman uni ham. Stullarga zakaslar bor, xudo xolasa karkaslar tayyorlanyapti. To'quv jarayoni ketyapti. Xo'sh, mana Deko, Isabella Deko va Milano stullari. Milano stuli. Mana shu stullar chiqarsa bo'ladigan stanok o'sha stanogimiz hozir yuklangan. Rim fasoniga bizda Avraziya yo'qligi uchun razmet olmadik, lekin o'sha Rim fasonini ham chiqarishga imkoniyat bor. Endi bu yoqda stullar. Hozir xo'sh, stullarimiz. Asaqangi stullar chiqarsalar bo'ladi o'sha stanokda. Qiymati o'sha aytganimizdek, narxi hozirgi taxminiy narxi, taxminiy narx emas, aniq narxi 18 million so'mga dastavkasi bor holatda ketyapti. Xo'sh, dastavka bilan 18 million so'm. Stanokda nasatkalari 6 ta joyda nasatkasi bor, 6 joyda nasatkasi bor. Plus 5 ta qo'shimcha qolib beriladi u stanokka. Narx-navoni solishtirib turganda, masalan, boshqa joydagi bilan narxini solishtirib turganda, birinchi o'rinda o'sha nasatkalar soniga, ikkinchi o'rinda o'sha qoliplar soniga, ish jarayonini 100% mukammal o'rgatamiz mana shu yerda. O'sha tomonlarni hammasini hisobga olgan holatda bir-biri bilan solishtirsalang, narxidagi farqi chiqadi. Misol uchun, kimdir misol uchun 15 millionga berib turgan bo'lishi mumkin. O'sha 15 million so'mga olib turgan stanok bilan nasatkalar soniga, nimalariga e'tibor bersalang, o'shanda narx qiymati chiqaveradi. Xudo xolasa, bu yoqda tayyorlanayotgan stanogimiz, xudo xolasa, Qozog'iston shahriga tayyorlanyapti. Xo'sh. Bundan keyingi xudo xolasa yana qilinadigan stanogimiz, yanagi stanogimiz xudo xolasa xudo xolasa Nuks xo'jaligi bo'ladi, Qoraqalpog'iston xo'jalik shahriga. Xo'sh, Xorazmga ham bitta stanok tayyorlaymiz. Xo'sh, undan tashqari Qozog'istonga bu stanok bilan ikkita stanok tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Bu stanogimiz xudo xolasa Qashqadaryo viloyatiga bo'lishi kerak adashmasam, Paxtagulni o'zini chiqarishga mo'ljallangan. Nasatkalarida ozgina kamchiligi bor, bitgani yo'q. Bitgandan keyin buni ham video obzorini qilishga harakat qilamiz. Manzillar Farg'ona viloyati Buvayda tumani, Kamar qishlog'i, mo'ljal orientirimiz 3-maktab ichida. Bemalol bizga qo'ng'iroq qilib, o'zingizga kerak ma'lumotlarni so'rashingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Video foydali bo'layotgan bo'lsa, like bilan bosib, bizni qo'llab-quvvatlashadigan umidimiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.